Şimdi video boshlandi chunki qanaqa bo'ladi? Endi videoni boshlaymiz. Abubakar 62. Yo'q, hammasini do'stlarimizmi? Abubakar uzma. Men bir o'z emasmi? Yonida Abubakar 62. Yo'q, hammangiz so'rab do'stlarimizmi? Abubakar 62 mi? Yangi videoga xush kelibsiz. Bugun meni videom emas, akamning videosi. Olamiz shunaqa. Bitta. Birinchi bo'lib podolga tushamiz. Ham podolda eski narsalarni videosi olamiz. Bugun videomizda eski narsalarni videoga olish bo'ladi. Podolga men o'tgan oyda video tashlaganman. Qo'lini. Hoppa. Kamerasi ishlamayapti. Hamma eski narsalarni anaqa bosyapti mana. To'g'ri. Bu og'iniylar men podolga tushganman. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, men og'iniylar podolga tushganman. O'shaning uchun eski narsalarni hammasi banka yo korobkani shunaqa bo'libdi. Hop, ochko'chi. Bu banka nima o'zi? Hop, hamma kompyuter. Hop, eski narsalar o'tgan yillar narsa san lamachka eskirib ketdi. Lamachka. Ana bittasi kuyib ketdi. Eskirib kuyib ketdi. Yo'q, ko'rinmaydi. Yo'q, ko'rinadimi? Mayli. Xullas, siz anaqa kanalga obuna bo'lsangiz, like bossangiz, 200 ta obunacha qilamiz. Yo akam kanaliga obuna bo'lasiz, like'lar bosasiz, kommentariy yozib qoldirasiz, ular avtomatik bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lsangiz, like bossangiz, tezroq shuni anaqa qilik. Shunaqa qilik. 10 mingta bo'lamiz. Hop. Bu banka juda eski ketdi. Mana banka. Video tashlamayman chunki eski ketdi. Voy, shu eskiradimi? Ana, sinmadim. Yo, sana shu bilan qilmayman, bitta banka. Eskirib ketdi. Kirbokali eskirib ketdi. Ana biza velosiped bo'lgan uchun eskirib ketdi. Bolarimizga velosiped uchganmiz. Mana. Если самата chiquvchi bor ekan, chiquvchi. Ko'mik video tabiiy chiquvchi bor ekan. Xullas, o'pirilib ketdi. Hop. Kichkina velosiped, katta velosiped. Kichkinasi yurmay qotdi. Kattasi baloncha teshilib ketdi. Baloncha teshilganini o'chirmay videolarim. Men kameram umuman ta'sir qilmayapti. Nima? Kamera yomon ishlamayapti ekan kameralari. To'g'ri. Hop. Nima yozishyapti aytki? Menga bitta video anaqa videoda ko'rib qoldi. Menga aytgan, "Gelik videosi olay" dedi. Gelik? Wi-Fi o'chgan, internet o'chib qoldi. Internetga pul to'lamayapman. Xullas, men o'tgan videoda qo'lini videosini oldim. Anaqa hop, qo'lini videosi olganman. O'shanga 4-5 oy o'tib ketdi. 4-5 oy o'tib ketdi. Lekin oydagi 6 oy to'ladi. Hop, biz noyabrgacha ugramiz. Noyabr video olishga tayyorman, chunki sentabrda video ololmagan uchun kutkasanlar. Bitta mashina moy tutdi. Moy tutdi. Qafas. Hop, mana
ishlatgan narsamiz. Ishlatgan narsamiz shular nima o'zi bo'ladi. Chexol chiqib keldi. Bu mashinaniki. So'qotdimi? Kudi so'qotdi. Ha, bo'ladi. Tis chiqqanmi? Ha, shunaqa bo'lishi mumkin. Soya. Ha. Uchi endi qaykinchida bu yerda to'g'ara eskib ketdi. Endi bitta to'g'ara eskib ketdi. Ha, nima bu? Mushuk ovqati, mushuk. Siz uyingizda mushugiga qochib ketgansiz bo'lsa, bu yerda soni qismda qo'ymasin, shunaqa ovqatlarni oling. Qochib ketsa, shunaqa oling. Xo'p. Bu to'g'ara chunki eskirib ketdi. Xo'p. Ana bitta to'g'ara eskirib ketdi. Korobka eskirib ketdi. Bezi qafasga o'xshaydi. To'ppa-to'g'ri. Hop, nima nomim va ikkita profil qo'shib qo'yaman. Abubakir 62 bilan Abubakir Uzzi. Ha, shunaqa. Bu miyatda kanalimizda. Voy, bu rasm nima bo'ladi? Ketdik. Hop, voy. Bu kachilar, bu yosh bola kachilasi hali berishmagan. Hop. Sizlar shinasi nima o'zi? Shina olib ketish. Oy, bitta banka bor turibdi. Eskib ketdimi? Oy, bismillah. Hop. Videoni aytishcha shunaqa ko'proq 11 minutda olay videoda. Bunaqa etdi. Obunachi. Ha, ayollar. Biz plus 11 ta obunachi qildik. Yana bitta obunachi qo'shsak bo'ldi. Xo'p, manzaralar suvlarni videosi olganini ko'rib qo'yinglar. Bir idish eskirib ketyapti. Idish nima o'zi? Idish shunaqa. Xo'p. Idish shunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p. Mana kanalni eslasizlar, eng-engi bir yilga chiqaramiz. Sizlarga akamni videosi bilan meni videomga tayyorlab qo'yamiz. Xo'p, bizlar kanalimizga obuna bo'lsangiz, akamni videosi kelikka video tashlaydi. Kommentariyani yozib qo'yinglar. Qop-qora tushib ketdi. Oy, qop-qora o'lsin. Bo'ldi. Eskib ketdi. Musulga tashlaymizmi yo'qmi? Yo'q. Video tugaganiga tashlaymiz. Otasi yetilib ketdi. Orqasi yana bitta yetilib narsa. Xullas, yangi mashina olmi, kuchli kommentariyada o'qiyasizlar. Qaysi mashina? Qazil Nerjavoy. Mana bittasi. Anaqa mani mashinam bor-ku, ha. O'sha rilaga sindiq qo'yinman. Video olamiz. Mana, suzma. Bu menga kommentariyani qolish 50% 500 kran. Xo'p. 2025-yil oxiriga dastlab shu tugaga. Xo'p. Qop-qorami? Ha, qop-qora. Eslasizlar. Videoni tayyorlayotgandim, shunaqa bo'lishdi. Oy!
shunaqa bo'lishi mumkin. Ha, chexolini topib olding. Anta tigida yotgan ekan. Kanatning tigida yotgan ekan. Ha, ko'picha tigida. Biz mana ko'picha uxlayman-ku. Ha, agar suvingizga sichqon tushsa nima qilamiz? Hop, o'zi tugashga joyga qo'yib qo'yamiz. Hop. Video tugashda shunaqa böyle eski narsa video olamiz. Qanaqa ha. Videolarni nechinchi yilda? Oqqayna turmagu. Ha, qanday tursam? Ha. Bana lampochka ko'rishinglar mumkin. Lampochka anaqa bittasi kuyib qotdi. Videoni o'xshata olmayapman. Mana. Eslasanglar, menga kommentariy yozib qoldiringlar. Akam kommentariy yozib qoldiringlar. Xayr sizlarga. Yoppa, hop. Ne? Hop. Endi ketamiz. Shoshmay turinglar-chi. Hali men hech kim kanalimizga obuna bo'lmasdan tomosha qiladi. Ha, kanalga obuna bo'lasiz, like bo'lsa siz keng videogacha hop. Biz hop, chiqamiz. Svet o'chi. Hop. Hop, kanalga obuna bo'lasiz, like bosasiz, anaqa. Biz yana kommentariy tomosha qilamiz. 12 ga yetib keldi. Video haqini ko'proq qilaman, kamera olmasa kam chiqadi. Xayr sizlarga. Omon bo'linglar.